Minecraft. Lekin men har bitta bosilgan like uchun bittadan TNT portlataman. O'tgan safargi videoga 2 tagina like yig'ilgan va kommentga Texnojon yozganlar. 1000 ta TNT portlashi uchun hamma like bossin degan. Hech kim like bosmagani uchun 1000 ta TNTni portlatamiz. Qani ketdik. Qaranglar bolalar, sizlarga bir marta yana o'rgataman. Eslarga qolsin. Birinchi navbatda koordinatalarni yoqib olamiz. Xullas, mana koordinatalarni yoqib oldim va bu koordinatalarni anaga o'tib yozib olamiz. Bir martagina o'rgataman. -170 35 nokta kerak emas. Keyin esa buni chatga yuborasizlar. Agarda sizlarga ana bunaqa mod bo'lsa, sizlar buni bunaqa qilib duksalarni biladi. Va biz anchagina uzoqqa boramiz. Masalan, shira va buni yozamiz va fil deymiz. Bunday qilamiz. Ana buni bosamiz 3 marta. Keyin esa ana bu yerga TNT yozamiz. Va mana bu hozir 1000 ta chiqmasligi mumkin. O'sha uchun yana ko'paytiramiz. Ana bu TNT degan joyiga air deb yozamiz. Keyin hammasi yo'qoladi. Yo'qoladi. Faqat ana bularga qarab turmanglar mana. 1000 ta TNT telefon buni ushlab biladimi? Hozir ko'ramiz. 2 minut bo'lib ketdimi? Portlatamiz. Tamam. Bu TNT ko'paytirishni istasangiz like bosing. Tezlashtirilgan kadr. Mana agarda bu 1000 ta TNTdan ham ko'proq qilmoqchi bo'lsangiz like bosing. Bajarib xayr.